Assalomu alaykum hurmatli YouTube, Instagram kuzatuvchilari. Mana bugun 2026-yil 22-fevral. Bugundan boshlab qo'zilarimizni qo'shib boqamiz dalaga chiqarib. Sababi endi bular 10 kunlar ichida cho'lga ketamiz. Shuni hisobidan qo'zilar o'rganish kerak dalaga yurishga. Bo'lmasa yo'lda charchab qoladi qo'zilar. Lekin mana bu videoni qilishimga sabab ko'plar so'raydi, qo'zilarni qanday ajratasiz deb. Mana qaranglar, hozir qo'zilarni haydayapman, chiqmaydi qo'zilar tashqariga mana. Mana o'zi o'rganib qolgan bular. Ko'ryapsizlarmi? Qolaveradi bular onasidan ajralib o'zi. Ba'zilari chiqyapti, ba'zilari chiqmaydi. Qo'zilarimizni ham chiqarib oldik. Endi inshaalloh 10 kun shu atrofga boqsak, keyin cho'lga haydab ketamiz. Bularni o'sha dalaga chiqqandan keyin holatini ham qo'yaman. Bular hali ko'p yura olmaydi. Ozroq yurgandan keyin charchab, oyoqlari oqsab, tillari osilib qoladi. Inshaalloh kuzatib boringlar. YouTube, Instagramga qo'yib boramiz. Kimgadir manfaatli bo'lsa, albatta xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat.